Mana O'zbekiston aholisi assalomu alaykum, hayitlar bilan kirib kelayotgan. Mana o'zi eng zo'r haqiqat. Bilib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Yomon bo'lmasdi. Endi inson orqasidan gapirish noto'g'ri deymiz-ku. Hozirgi hayotdagi bo'lgan insonlarni ham hayotini bilib qo'yish kerak shu voqea video orqali. Hozirgi bo'lib turgan davlat boshliqlari ham xuddi shu xatoni ortig'i bilan qilyapti. Tan olishimiz kerak-da. Tan olsak yaxshi bo'ladi. Chunki haqiqat bilib qo'ysak vaqt kelsa kerak qolishi mumkin-da. Kimga qanaqa muomala qilayotganimizni bilib qo'yishimiz kerak. Ya yotib olib ham otam deb ham yurish ham xatoda. Endi mana shu o'zbeklarga men shu joyda qoyil qolmayman-da. Ha bo'lmaylar o'zbeklar, men o'zbekman. Ya'ni Chile o'tadigan joyda qaysi kim toifa deydi, hammasi emas. Chile o'tadigan joyda o'sha inson bechora haq bo'lib tursa ham sen nohaqsan deb qonini ichib tepib yo'q qilib yuborish harakatda bo'lasizlar. Normalniy kattaroq lavozimdagilar u haq bo'lib, siz u nohaq bo'lib katta yuqoridagi lavozimdagilar hukumatda, bizda qonun nohaq bo'lib turib, siz haq bo'lib chiqqan taqdiringizda hukumat o'tkazaman desa, bo'ldi, o'tkazing hukumingizni. Ustimni ichib o'zingizdan mayli, men roziman deb o'tirasizlar. Shunga hech qoyil qolmadim shu joyda-da. O'zbeklar eshitamiz. Prezidentning do'stimisiz, dushmanimisiz? Do'stnazar Xudoynazarov javoblari. Assalomu alaykum. Ismat aka, ma'lumingizki, men yozuvchi yoki taniqli inson emasman. Shu sababli ham sizni Islom Karimov haqidagi yozgan prezidentning do'stimisiz, dushmanimisiz maqolangizdagi savollarga oddiy savodsiz o'zbeklar nomidan baholi qudrat javob yozishga jazm etganim uchun uzr so'rayman. Ismat Xushovning savollari. Prezident ertadan kechgacha g'amxo'rlik qilib, tinmay mukofotlab, rag'batlantirib kelayotgan O'zbekiston yozuvchilari nega jim? Prezident haqiqiy saylov orqali xalq tomonidan saylanganda edi. U haqida albatta yozishardi. Afsuski, Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi qonunlarini buzib, prezidentlik kursisiga o'tirganiga ham bir necha 10 yil bo'ldi. Islom Karimovni xalq saylagan prezident deb tan olmaydilar. Shu sababli ham yozuvchilar jim. Nega ular Islom Karimov haqida odamlar izlab o'qiydigan, bahs munozara yuritadigan ajoyib asarlar yozishmaydi? Ular allaqachon anglab yetishganki, Karimov haqida bahs munozara boshlansa, sharmanda bo'lishadi. Buni hech bir ongli inson istamaydi. Axir bahs munozara uchun ham haqiqatni ko'ziga qarash kerak-ku, shunday emasmi? Yoki prezidentni xalq yaxshi ko'rmaydimi? Yoki u kishi haqida yozadigan narsaning o'zi yo'qmi? Prezidentni xalq nafaqat yaxshi ko'rmaydi, balkim qo'liga tushib qolsa parchalab go'shtini itlarga beradi. U haqida uning 21-asrda o'zbek millati boshiga tuzgan rejimi haqida ko'plab asarlar yozilyapti. Ammo ularni bugungi kunda chop etishning imkoni yo'q. Sababini esa siz ham shu o'rinda boshqalar ham yaxshi bilamiz. Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiy o'tish davrida yashayapti. Ya'ni butun dunyoda iqtisodiy buhron. Biz ham shular qatoridamiz. Ammo bu bizning iqtisodga zarar bermaydi. Bizning o'ziga xos va o'ziga mos yo'limiz bor deb odamlarni aldaganliklari haqida ham albatta yoziladi. Mana bu ma'lumotlarni e'tiborga olganda, siz yozayotgan iqtisodchi prezident Islom Karimovni g'ir o'g'ri va muttaham deb yoziladi. O'zbekiston oltin zaxirasi bo'yicha dunyoda 4-o'rinda, qazib olish bo'yicha esa 7-o'rinda. Har yili o'rta hisobda 90 tonnadan 120 tonnagacha oltin qazib olinadi.
Karimovni iqtisodchilikni hisobga olinib, uning oilasi kengligini hisobga oling. Keling o'rtacha hisobda 100 tonnadan yillik oltin qazib olingan hisoblasangiz, 23 yilda 2300 tonna oltin qazib olingan. O'zbekiston mis zaxirasi bo'yicha 3-o'rinda. Uran zaxirasi bo'yicha 7-o'rinda. Uni qazib olish bo'yicha esa 11-o'rinda turadi. Shu o'rinda uranning 1 kilogrammi $250 ming turishini e'tiborga olishingizni so'rardim. Bundan tashqari O'zbekistonda 1800 kondan iborat qazilma boyliklari bo'lib, shulardan taqriban 1000tasidan foydalanilmoqda. O'zbekistonda 118 turdagi mineral xom ashyo mavjud bo'lib, 65tasidan foydalanilmoqda. O'zbekistonning umumiy mineral zaxiralar boyliklari $3,5 trillion deb hisoblangan. O'zbekiston gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 11-o'rinda. Yiliga 60-70 milliard kub metr gaz qazib olinadi. Uning har 1000 kub metri $311 dan sotiladi. O'zbekiston fuqarolari esa qahraton qishda tezak yoqadi. O'zbekistondagi neftning geologik zaxirasi 5 milliard tonna. Tasdiqlangan zaxirasi 530 million tonna. Gazning geologik zaxirasi 5 trillion kubometr, tasdiqlangan zaxirasi 3,4 trillion metr. O'zbekistonda har yili 3,5 million tonna neft qazib olinadi. O'zbekiston aholisi peshona teri bilan 3,5 million tonna paxta yetishtiradi. Bundan esa 1 million tonna paxta tolasi olinadi. O'zbekiston bir yilda 15 milliardlik dollardan ortiq oltin, gaz, paxta kabi xom ashyo sotadi. Bunday kelgan daromadlar qayerga ketadi? Buni hech kim bilmaydi. Vaqt soati kelib bular haqida albatta yoziladi. Ismat aka, hech xavotirlanmang. Kasbi iqtisodchi bo'lgan Islom Karimov prezidentlik qilgan davrda Xalqaro valyuta fondi hisobotiga qaraganda O'zbekistonning 7 milliard 100 million dollarlik qarzi bor. Buni O'zbekistondagi aholi boshiga hozirgi 2014-yilda tug'ilayotgan chaqaloqlar bilan hisoblaganda $238 dan qarz hisoblanadi. Bu ko'rsatkich 2012-yilda aholi boshiga $225 tashkil etardi. Bu haqida kelajak avlod va siz tilga olayotgan insonlar albatta yozadilar. Axir Islom Karimovni boshqalar bilmasa ham, u bilan bir safda, bir komandada ishlab yurganlar yaxshi bilishadi-ku. Islom Karimovni hamma biladi. Bir safda, bir komandada bo'lganlar boshqalarga nisbatan yaxshiroq bilishadi. Meni yuqorida yozgan ma'lumotlarimni ular bilgani uchun ham yozisha olmaydi. Ya'ni shuni ham bilishadiki, bugun uni maqtasalar, maqtab yozsalar, ertaga kelajak avlodlar la'natiga qolishdan qo'rqishadi. Hali jumlai mo'min xotirasidan o'chgani yo'q. Karimov Makka, Madinaga borib payg'ambarimiz Muhammad alayhi vasallam qabrlarini supurgani va butun islom olamiga O'zbekiston islom davlati bo'ladi deb va'da berganini va bugungi kunda 10 minglab musulmonlar islomning farzlarini bajargani uchun qamoqda saqlanayotganliklari haqida hamma biladi. Uning buyukligini, ulug'ligini, shu bilan birga uning nihoyatda kamtar va samimiyligini, jo'mard va tabiiyligini prezidentning atrofidagilar har kuni ko'rib guvoh bo'lib yurishibdi-ku. Nega bular haqida yozish mumkin emas? Uning naqadar qonxo'r, jirkanch insonligini, o'zidan boshqa insonni inson deb bilmasligini, kibrini har kuni ko'rishadi. Ertami kechmi bu haqiqat ko'chaga chiqishini, ommani bundan xabar topishini bilishadi. Hech kimga sir emas. 7 milliondan ziyod bechora mardikor har yili milliardlar dollar jo'natib O'zbekiston iqtisodiyotini ko'tarib turardi. Bu o'zbek jafokashlarini siz yozgan jo'mard, kamtar inson samimiyat bilan dangtasalar deb taqdirladi. Bular haqida yozishsa, yo siz kabi Kanadada yo men kabi Shvetsiyaga badag'a bo'lishlarini biladilar. Shunda ham agar qochishga siz va men kabi ulgurib qolsalar, shu sababdan ham hozircha yozishlari mumkin emas. Ular bugun yozib, kelgusida siz yozgan sotqinlarga aylanib qolmaslik uchun ham yozishmaydi.
Yozuvchi va shoirlarimiz, bastakor va sozandalarimiz, san'atkor va xonandalarimiz ham og'izlariga talqon solib olishgan. Haqiqatni yozish va kuylash uchun ular sabr matonat bilan qulay paytni kutmoqda. Yozuvchi shoirlarimiz qalamini charxlamoqda. Bastakor va sozandalar, san'atkorlar, u xonandalarimiz esa ertaga kech tuxum yutib, bo'lg'usi konsertlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mayli, so'zimiz yolg'on bo'lmasligi uchun Abdulla Oripov va Sirojiddin Saidlarning Yurtboshi haqidagi sodda va samimiy yozilgan bir ikkita she'rini tilga olish mumkin. Ular bu hamd sanolarni haqiqatdan uzoq ekanligini fahmlab yetishgan, ammo bu haqida qayta yoza olmaydilar. Toshkent portlashlari haqida hali ko'plab qasidalar qog'ozga tushishi navbatini kutib turibdi. Menimcha Toshkent portlaganida siz ham Toshkentda bo'lgansiz. Bundan juda ham xabardorsiz. Bugungi kunda yozilishi mumkin bo'lgan narsalar juda ham ko'p. 30 millionli xalqning ertaga kech qilgan qarg'ishlari bugun bo'lmasa ertaga albatta o'z mevasini beradi. Axir 7 million majburiy mehnat muhojirining erta tongda turib, ey Xudo deb nola qilishini Alloh albatta eshitadi. O'z dini, islom fazllarini bajarganligi uchun qamoqlarda yotgan mazlumlarning duosi albatta ijobat bo'ladi. Dunyoga yangi musulmon nasllarni keltiradigan o'zbek ayollarini majburiy sterilizatsiya qilingani uchun bugun siz madh etayotgan Karimov agar shu xalqning prezidenti bo'lsa, Alloh oldida javob berish kerak. Rahmatli Odil Yoqubovning Havo yo'llaridagi muloqot nomli go'zal bir badiiy asarni bir paytlar o'qigan edim. Islom Karimov obrazini, undagi odamgarchilik va mardlik, samimiylik va halollikni Odil aka nihoyatda go'zal tashbihlar bilan ochishga uringan edilar. Bugungi kunda Karimov obrazini ochmoqchi bo'lgan odam uni yolg'onchi, xalqning haqidan qo'rqmaydigan, ikkiyuzlamachi, qonxo'r va o'z xalqini mardikorga, ayollarini fohishiga aylantirgan. Shu bilan birga har bir tug'ilgan o'zbekning bo'yniga $238 milliy qarzni ilgan bir diktator sifatlarini ochib ta'riflashi mumkin. Bugun Odil aka haqidagi xotiralar ham, uning o'sha maqolasi ham negadir hech qayerda yo'q, topib bo'lmaydi. Go'yo bu dunyoda Odil Yoqubov yashamaganday, hech narsa yozmaganday. Nega bunday asarlarni ko'paytirib, bayram va yubileylar arafasida qaytadan e'lon qilish mumkin emas? Ismat aka, siz haqsiz. Bir zamonlar siz ham va men ham, millionlab o'zbeklar ham siz mahs etgan Karimovga ishonganmiz. Bugungi kunda esa Odil Yoqubov yozgan ba'riyasi haqiqatga to'g'ri kelmasligini bugun hamma bilgani uchun ham undan hazar qilib yo'q qilishdi. Bugungi kunda Rossiyada o'nlab, balki yuzlab tobutlar kelmoqda. Bunga kimning siyosati aybdor? Nega o'zbek millati bugun mardikorlikda? Savollar ham ko'p, ularga javoblar ham aniq va dalil isbotli. Vaqti kelib ular haqida ham albatta yozilajak. Xalq uchun bayram va yubiley yo'q bo'lganiga ancha bo'lib qolgan. Siz uni borganingizda o'zingiz ham sezgansiz. Sizga ham, menga ham sir emaski, ba'zi bir oilalar go'shtning ta'mi qanaqa bo'lishini unutishgan. Mana shu xalq Andijon jallodining jazosini kutib yashamoqda. Shu sabab ham bu kabi asarlar qayta yaratilmaydi. Holbuki O'zbekistonda iste'dodli yozuvchilar, shoirlar o'zini shaxsan prezident tufayli jamiyatda o'rin topgan, ijod nimaligini tanigan, bilgan, haqiqiy yozuvchiman deb yurgan daholar talaygina. Ha, bugun ijod nimaligini tanigan, bilgan, haqiqiy yozuvchilar talaygina bo'lsa-da, oqni oq, qorani qora deydigan, zamon yaqinlashganligini fahmlab, uni tishlagan. Bu tabiiy bir hol. Yaqin kunda Alloh shu kunlarga yetkazsa, hammasi yoppasiga yozila boshlaydi.